Assalomu alaykum. 2025-yildan boshlab Rossiyada xorijiy fuqarolarning farzandlari maktabga borishini ta'minlash talab qiluvchi yangi qonun kuchga kirdi. Vazirlik politsiya va mintaqaviy ta'lim organlari o'rtasida ma'lumot almashish tartibi ishlab chiqdi. Tizim mamlakatda yashovchi, ammo maktabga bormaydigan, voyaga yetmaydigan fuqarolarning chet elliklarni aniqlaydi. Ma'lumot almashinuvi yagona elektron platforma orqali amalga oshirilar ekan. Agar migrant ota-onalar farzandlari ta'lim olishini migrantlarniki aniqlansa, ular ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligi ushbu majburiyatlarning jiddiy ravishda buzgan chet elliklarning Rossiyada qolishlarini nomaqbul deb va Rossiyadan chiqib ketish to'g'risida qaror qabul qilishlari ham amaldagi deportatsiyani anglatishi ta'kidladi. Politsiya fuqarolardan qat'iy nazar, farzandlari asosiy sababsiz maktabga bormaydigan ota-onalar ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishini eslatdi. Shuning uchun do'stlar, kim Rossiyada farzandlari bilan kelayotgan bo'lsa, imkon boricha ularni bilim olishlari, ta'lim olishlarini ta'minlashga harakat qilishlari zarur bo'ladi. Bo'lmasa, ma'lum bir vaqt o'tib, jarimalar olib qayta Rossiyadan deportatsiya bo'lishiga sabab bo'ladi va Rossiyadan agar chiqib ketmagan taqdirda ham majburiy tartibda через приемник chiqarib yuborilishiga to'g'ri keladi do'stlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rossiyada farzandlari bilan kelayotgan musofir yurtdoshlarimiz, migrantlarga albatta bu videoni yetkazib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.